Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga kirib yashashga tayyor bo'lgan va fayzli xonadonni sotuvga chiqarish uchun kelib turibmiz. Bugun 31-mart. Aprel bo'lishiga yana bir kunimiz, bir necha soatlar qolmoqda. O'sha 1-apreldan keyin ko'pchilik vahima bosyapti. Unchalik vahima qilmanglar. O'zbekmiz, hammasini yo'lini topamiz. Biz kelib turgan manzilimiz Termiz shahar O'zbekiston mahalla fuqarolariga, ya'ni ham orientirimiz. Termiz shahar Azbek restorani yoki Xan Sulton orqasidagi hovlilarda bo'lmoqda. 10 maydon 12 sotiq. Mana kirib yashashga tayyor bo'lgan hovlini sotuvga chiqaryapti. Videolarimizni oxirigacha tomosha qilinglar. Hozir men hovlida turibman. Bu imoratimiz 2006-yil, 2007-yil polni pishgan g'ishtdan, mana bu tepalar esa temir, ya'ni nima deydi? Firmalardan qilingan juda baquvvat uyimiz sotuvga chiqarilyapti. Mana bu qaranglar, hattoki mana stoykalar uchun qanaqa relslar foydalangan. Mana bu yoqlarga endi ancha mahsulot ketgan deyapti uygalar aytishi bo'yicha, endi ozgina sotish kerak ekan. Kerak bo'lyapti. 12 sotiq hovlimiz sotuvda. Mana qaranglar qancha kengchilik, mungchilik deydi-ku. Eng asosiy tinch joylardan bo'lyapti. Gaz, suv, svet, aslo yo'q. Mana bu yoqda banik, hojatxona, oshxona, o'choqxona qaranglar. O'choqxona, keyin ketgan kladovka va yana u tomonda hozir keling ko'rib beraylik birgalikda. Bitta-bitta ko'rib ketaman. Banikni qaranglar, mana gazni qanday qilib montaj qilishgan, osh bo'lsin. Bu yoqda hojatxona. Mana bu yerda tandirxona, o'choqxona, osh bo'lsin, mana qaranglar. Havas qilganlar bormi? Yana ham bir ozgina bir mehr berish kerak bu yerga, bir yana ham bir gullatib yashasalar ham bo'ladi. Gazdan, suvdan, svetdan aslo yo'q. Mana bu yerda kladovkacha foydalansanglar ham bo'ladi. O'zi kladovka ekan o'zi. Qaranglar, mana turnukni, brusni juda yaxshi qilib qo'yishibdilik. Bu yerda esa mana parrandachilik bilan shug'ullanaman deganlar uchun joy yoki qo'ychilik, mana chorvachilik, chorva bo'lmasa ham shu bo'rdoqchilik qilsa bo'ladigan joy. Ko'rsatamiz buni. Juda yaxshi foydalanishga mo'ljallangan ekan. Hattoki mana bu misol uchun mana parrandachilik bilan bo'lsa ham firmadan foydalanishga sifatli mahsulotlar ishlatishgan. Agar 12 sotiq joy deyapmiz-ku, mana shu yerda quruvchi okaxon yoki opaxonlarimiz oladigan bo'lsa, o'zini mana bu mahsulotlari bir falon pul tursa kerak adashmasamlar. Endi buni qurilish sohasida ishlayotgan yoki qurilish qilayotgan 1-2 yildan buyon o'zi tushunadi, bu qanday mahsulot, nima ketgan, hokazo. Hozir mana boya katta eshikdan kirib keldik darvozadan. Mana bu yerda mana qarshingizda ko'rsatishingiz mumkin. Bu yerda ham bir 4 ta xona qilingan. Bitta xonasi qolib ketgan, uni ko'rsatib o'tirmadi. Keyin katta mehmonxona, zal, hamma tomon kaminli pechlar bilan qiziydi. Juda yaxshi fayzli xonadon va mana bu yerda ham bitta katta mehmonxonamiz bor. 5-xona. Bir tanishtirib o'ting, operator. Ko'rsating. Bu tomonlarda ham ko'rsatyapmiz. Bu tomonga. Bu yerda 5 ta bo'ldi, mana bu yerda 3 ta, 8 ta. O xonalar salkam 10 tacha bor. Keling. Oshxonamiz bilan tanishtiramiz. Oshxona bilan ko'rsating. Kuxonli mebellar, gaz plita. Bu yerda yana 2 ta xona. Kelinglar, foydalanishga tayyor bo'lib turibdi. Mana gaz bor, suv bor, svet bor. Eng asosiysi tinch mahalla. Hop. Sinoska tushgan yo'q. Ko'pchilik so'rashadi, sinoska tushganmi, yo'qmi, buzilishga deb. Sinoska tushganda edi, hech kim sotmas edi bu joylarda. Hozir hech kim sotmas edi. Bizga murojaat etmas edi. Normalniy summaga baholar edi. Ko'pchilik bilishadi. Kelinglar, xohlasanglar mana 12 sotikka bir nechta katta tushirsalar ham bo'ladi. 2,5 sotikdan. Baholar hozir 1 sotikka tushiryapti Toshkentda. Narxini $190,000 deb baholandi. Xayriga kam bor, kelishamiz keling. Uy egalari bilan bafurcha gaplashamiz. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, mana pastdagi nomerlar 98 kodi bilan 577 77 88 nomeriga bog'lanasizlar. Yana bir bor manzil ta'kidlab o'taman. Termiz shahar O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini Orientir Xan Sulton orqasidagi hovlilarda bo'lmoqda. Salomat bo'linglar.